Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining ashaddiy muxlislari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Men ushbu dasturimda barcha xildagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'taman. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, marhamat hoziroq reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizga like tugmasini bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa ushbu dasturni uzoq cho'zmagan holatda boshladim. Akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan MTZ80.1 traktorimiz sizlar uchun sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati zo'r holati deyishmoqda. Rullari gidravlika texnikamizni yangi vipiskada hamma yeri soz holatda, motorlari yangi qilingan, qora motor, korobkalari soz holatda, hammasi ishlab turgan texnika. Vomlari ham ishlaydi, baronlari esa 40-60% da bor ekan. Ushbu texnikamizning diskalari ham zo'r holatda. Xullas, qisqa qilib aytganda akalar, ushbu texnikamizni faqatgina minib haydash kerak bo'ldi akalar. Qolgan hamma narsa zo'r. Narxi 70 million so'm, manzil Samarqandda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan ekskavatorimiz sizlar uchun sotiladi akalar. Ekskavatorimizning holati a'lo darajada. Hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Dokumentlari ham soz holatda, hamma narsasi zo'r, boyevoy holatda sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning narxini esa $18,000 deyishmoqda. Yana o'zmoz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Farg'ona viloyatida. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, bemalol akamiz raqamlariga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ80X traktorimiz sizlar uchun sotiladi. Ushbu texnikamiz 1991-yilda ishlab chiqarilgan, ishga tayyor holatda, aybi yo'q deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning motor korobkalari ham soz holatda, yonib turibdi, kalit zavod qilsa yonadi deyishmoqda. Ushbu texnikamizning narxi esa 65 million so'm, yana o'zmoz kami bor. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilib sotib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bosib izoh qoldiring. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus MTZ80.12 traktorimiz sizlar uchun sotiladi akalar. Mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Akamiz polnisda hamma yerni qo'ldan o'tkazib remont qilganlar akalar. Hech qanday kamchilik yo'q texnika. Olasiz va haydaysiz, ishga tayyor holatda. Narxi esa 55 million so'm. Yana o'zmoz kami bor. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Agarda texnikamiz sizga qiziq bo'lsa, albatta akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz, qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus 1221.2 MTZ traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Korobka zadniy moslari ochilmagan deb aytib o'tishmoqdalar. Vallari standart, motorlar moyyemaydi, grizapojlari ham qilingan, hamma narsasi zo'r holatda akalar. Olasiz va ishlatasiz. Ushbu texnikamizga qo'shimcha holatda 4 korpusli plugi ham bor ekan. Traktorimizning narxi esa 200 million so'm, yana kami bor, manzil Toshkentda. Traktorimizni ko'ring, ma'qul kelsa sotib oling. Eslatib o'tamiz, sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, komplekt holatda sotiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning komplektini, rasmlarini ko'rib turibsiz akalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 25 million so'm, yana o'zmoz kami bor, manzil Toshkentda. Agarda ushbu texnikamiz qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda. Agarda sizga kerakli bo'layotgan texnikalarni topa olmayotgan bo'lsangiz, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerdagi sotiladigan texnikalarni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Akalar, yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz T28 traktorimiz. Ushbu texnikamizning balonlari razmeri 15/5 ekan. Holati 85% oldi, orqasi esa 90% deb aytib o'tishmoqdalar. Balonlarda umuman yorug'i yo'q. Texnikamiz soatda ishlab turibdi, olasiz va ishlatasiz. Narxi esa 15 million so'm, manzil Toshkentda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz ham ushbu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz komplekt holatda sotuvga qo'yilgan akalar. Komplektini, rasmlarini mana ko'rib turibsiz ekranda. Ushbu texnikamiz sizlar uchun sotiladi. Texnikamizning hech qanday kamchilik, aybi joylari yo'q. Olasiz va ishlatasiz akalar, rasxot qilmaysiz ushbu texnikamizga deb ma'lumot berishmoqdalar. Ushbu texnikamizning narxi esa komplekt holatda 30 million so'm, yana o'zmoz kami bor. Texnikamiz Jizzaxda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'zimiz
raqamlarimizni qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz srochni sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi holatda, motor korobkalari zo'r moy yemaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan, dokumentlari ham bor, aybi yo'q, ishga tayyor holatdagi texnika. Narxi esa 35 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Andijonda turibdi, bemalol borib ko'rishingiz mumkin. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80 traktorimiz srochni sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Motor korobkalari ham remont qilingan, valvlari ishlaydi, rullari gidravlika bo'lgan texnika. Narxi esa 60 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz ham Buxoro viloyatida, bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib sotib olishingiz mumkin. Texnikamizning qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qiling. Akalar qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa ushbu dasturimizga bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bosib izoh qoldirishni unutmang. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz MTZ-80.1 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishlab turgan texnika. Ajoyib holatdagi olasiz va minasiz deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning hujjatlari bor. Qolgan barcha ma'lumotlar esa telefon orqali gaplashiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning narxi esa 70 million so'm, yana kami bor. Manzil Buxoroda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa TTZ-80 traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. TTZ-80 traktorimiz holati yaxshi, motor korobkalari ham yaxshi holatda, qora motor deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz yurib turibdi, ishlab turgan texnika, olasiz va haydaysiz. Ushbu traktorimizning narxi esa 25 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlari ekranda, qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz ham TTZ-83 kolyoslik traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Akalar, ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Ushbu texnikamiz yurib turibdi, balonlari ham o'rtacha holatda akalar. Ushbu texnikamizning narxini esa 30 million so'm deyishmoqda, yana kelishadigan joyi bor. Traktorimiz Buxoro viloyatida. Traktorimizning rasmlarini ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Akalar, eslatib o'taman, agarda sizlarda ham sotiladigan texnika bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, hoziroq videoni boshida reklama uchun raqamlarimizni qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa ushbu dasturimni davom etaman. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham ushbu ekranda ko'rib turgan TTZ-80 traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamizning narxini 45 million so'm deyishmoqda. Texnikamiz yurib turgan texnika, ishlab turibdi, hammasi soz holatda, olasiz va haydaysiz. Ushbu traktorimiz Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80X traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz ham Buxoro viloyatida. Texnikamizning holati yaxshi holatda, motor korobkalari yaxshi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning valvlari ham ishlaydi. Narxi esa 45 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz aytib o'tgandek Buxoro viloyatida turibdi. Qiziqgan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib, albatta qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. O'tgan safargi dasturlarimizda mini traktor so'ragan akalarimiz borda, ushbu texnikamiz sizlar uchun. Ushbu ekranda ko'rib turgan qip-qizil rangdagi mini traktorimiz sotiladi. Traktorimizning holati yaxshi holatda, ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Qo'shimcha holatda chizel plugi bilan birga qo'shib sotiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu mini traktorimizni komplekt holatdagi narxi 22 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Xorazmda turibdi. Qiziqgan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida videomizga bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan mini traktorimiz sotiladi. Holati yaxshi holatda, ishlab turgan traktor 4x4 40 ot kuchiga ega deb aytib o'tishmoqdalar. Moy rasxoti yo'q, tashqi bartavoylari hammasi soz holatda, plugi, chizellar, agregatlari bilan pritsepi ham bor ekan. Narxi 9000 dollar deyishmoqda, yana kami bor. Manzil Farg'onada. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa sotib oling. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa akalar, kimga agarda mini traktor yangilari kerak bo'lsa, mana shu akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, akamiz sizlarga variantlarni ko'rsatib beradilar. Ushbu yangi mini traktorlarimiz sotiladi. Bog'lar, tomorqa, issiqxona va dalalar uchun ekan. Ushbu mini traktorlarimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan. Modellarning hammasi eng tejamkor va ishlashi uchun qulaylik afzalliklariga ega ekan. Kafolatli va narxlari ham o'ta yaxshi holatda. Garantiyasi ham bor. Ushbu texnikalarimiz deyishmoqda. Narxi 44 million so'mdan, manzil Toshkentda.